Yurtimizda mahalla azal-azaldan aholini birlashtiruvchi, hamjihatlik va bag'rikenglik muhitini yaratuvchi muhim ijtimoiy institut sifatida shakllangan. Shu bois bugun mahalla ahli qo'lni qo'lga berib, ezgu amallarga yo'lboshchilik qilyapti. Misol uchun, Fidokor mahallasi aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojdan kelib chiqib, 33 kilometr masofaga suv quvurlarini tortish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu degani mahalladagi 530 ta oila toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Mana hozirgi kunda Fidokor mahallamizda prezidentimizning 141-son qarorlari bilan Fidokor mahallamizda 33 kilometr suv tarmog'ini tortish ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda 25 kilometr tarmoq tortilib, ishlar davom etyapti. Mahallada jami 530 ta xonadon suv bilan ta'minlanishi kerak. Ishlar davom etyapti. 3 ta texnika ishlayapti hozirda. Bizda 2 ta mavjud bashnya bor. 2 ta mavjud bashnyani ta'mirlab, shu bashnyaning o'zidan mahallani suv bilan ta'minlaymiz. Hududlardagi bunday ijobiy o'zgarishlar albatta tizimli e'tibor va qo'llab-quvvatlash samarasidir. So'nggi yillarda mahalla institutini mustahkamlash, uning vakolat va imkoniyatlarini kengaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bu yil ham mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash maqsadida Muzrabot tumanidagi 15 ta mahallada keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari amalga oshiriladi. Tumanda barcha manbalar hisobidan joriy yilda muhtaram prezidentimiz imzolagan 11 ta dasturlar asosida 1-2 trilliard so'mlik mablag'lar yo'naltirilgan. Shu jumladan prezidentimizning 2024-yil 28-martdagi 141-sonli qarori Islom taraqqiyot banki ishtirokida qishloq joylarini kompleks rivojlantirish dasturi doirasida tumanda 15 ta mahallalarimizda jami 68 ta obyektlarda 340 milliard so'mlik qurilish pudrat ishlari hozir jadal sur'atlarda amalga oshirilmoqda. Shuningdek, prezidentimizning 49-sonli qarori bilan tumandagi kambag'allik darajasi yuqori va og'ir hisoblangan 14 ta og'ir mahallalar ro'yxatini shakllantirib olganmiz. Ushbu mahallalarda aholi farovonligini oshirish, kambag'al va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish maqsadida bunyodkorlik ishlari davom ettirilmoqda. Shu bilan birgalikda Muzrabot tumanida taraqqiyot va yetakchilik maskani dasturi doirasida loyihalarni zarur infratuzilma bilan ta'minlash uchun 2026-yilda davlat byudjetidan Muzrabot tumanining 2 ta mahallasida, ya'ni Yangi O'zbekiston qiyofasi berilgan 2 ta mahalla, Yangidiyor va Do'stlik mahallalari uchun 100 milliard so'm pul ajratilishi natijasida 32 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Hozirgi mana shu 3 ta dasturlar doirasida bo'layotgan islohotlar, xalqimizni yillar davomida qiynab kelayotgan ijtimoiy sohadagi muammolar barchasi hal bo'lib, o'sha xalqimizda muhtaram yurtboshimiz tomonidan berilayotgan mablag'lar, berilayotgan imkoniyatlar har bitta tumandagi jami 37 ta mahallalarda ham yetib borgan, kirib borgan, buni xalqimiz tushunib yetgan, barchasi xalqimiz minnatdor hozirgi bo'layotgan bunyodkorlik ishlaridan muhtaram prezidentimizga, viloyatimiz rahbariga o'z tashakkurlarini bildirib kelmoqda. Mahalla hayotida o'z aksini topayotgan iqtisodiy faollik, tomorqachilik va tadbirkorlik rivoji, zamonaviy bog'chalar barpo etilishi, bularning barchasi mahallani taraqqiyot markaziga aylantirayotgan muhim omillardandir. Zero obod va faol mahalla inson qadri ustuvor bo'lgan adolatli va farovon jamiyat poydevoridir.